2026-yilda uyga shunaqa chiroyli tunika fon qilish nechun bo'lyapti. Mana bu fason, yana ko'plab fasonlarimiz bor. Endi buni 1 kvadratini 180 ming so'mdan qilib beryapmiz. Hamma rasxodlari ichida. Mana bu nержавейкалari esa отдельный hisoblanadi. 25 dollardan 1 kvadrati. Endi buni kvadratini qanaqa hisoblaymiz deyilsa, mana shu siz darvozaxonangiz 4 ga 6 deb hisoblaydigan bo'lsak, o'shanga mash fasonda 100 kvadrat yo qanchadir ketsa, endi примерно nержавейкani расходini отдельный hisoblab, unga отдельный 25 dollardan yo oq tunikasiga 180 ming so'mdan hisoblaymiz. Mana bu fasonlarga ham shunaqa ketadi. Endi bu premium fason. Shuning uchun 180 ming so'm deb narx aytdim. Lekin bizning tunikafon fasonlarimiz 1 kvadrati 140 ming so'mdan 200 ming so'mgacha qilib beryapmiz. Shu narx O'zbekiston bo'ylab amal qiladi. Faqat siz agar uzoqroq joydan bo'lsangiz, endi bu narx hozir Samarqand territoriyasida bo'lyapti. Siz masalan Voha vodiydan bo'ladigan bo'lsangiz, bordi keldi yo'l kirasini, yotoq joy yemoq-ichmog'ini qilib berasiz, lesasini olib berasiz, shu narxda qilib beraveramiz. Agar yo'q, men unaqa qila olmayman desangiz, narxi jicha qimmatlashadi, chunki uzoq masofa bo'lgani uchun. Bu hozirgi bu narx Samarqandda amal qiladigan narx. Endi sizlarga buni to'liq tayyorlash jarayonlarini ham hozir albatta ko'rsatib o'taman. Endi bizda materialni hamma turi bor. Qanaqa material desangiz, oddiy, undan ham yaxshirog'i, glansiy, nержавейка qanaqa bo'lishini farqi yo'q, lekin bizda materiallarda juda ko'p turi bor. Hozirlarga bu yoqda rulon holatda tushirib qo'yganmiz. Tunikafon qanday hosillarga hosil bo'lishligini aytib o'taman. Endi ko'pchilik savol berishi mumkin. Narxlar nimaga qimmat deyshadi, lekin narx qimmatligi bu insonni nimasiga bog'liq. Ishni qanaqa holatda tayyorlanishiga, bukilishiga, chiqarishiga. Endi biz mana bu holatda materiallarimiz keladi. Qaranglar, qanaqa chiroyli material. Qaranglar, yirtillashini, bu maloshiyni yirtillaydigani. Mana bu esa oddiy maloshli. Bleski yo'q. Mana bu esa bleski bor. Ko'ryapsizmi? Farqini? Endi narx nimaga qimmat bo'ladi? Mana bu narxda dollar mana Samarqandniki. Buni narxi mana bundan ko'ra 10 ming so'm qimmat yuradi. Chunki buni guli nimasi ko'p. Lekin bu ham dollar, bu ham dollar. Boshqa materiallarimizda xuddi shunaqa. Mana bu mokriy, endi buni glansiysi o'libdi. Xuddi shunaqa qiladi. Mana bu esa mana oqda glansiysi, o'ylab bleski beradigan, yirtillashini ko'rishingiz bo'ladi. Endi bu materiallarni mana stanoylarimizni kesamiz. Mana bu yerda kesishyapti buni. Mana bu stanoyda kesib turib, manaqa zamonaviy lazerlarda kesamiz buni. Lazerlar ishlayapti, lazerda kesiladi. Oddiy holatda bo'lmaydi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, kesishni boshlagan.